vaznimiz oshgan sari sog'lig'imizda muammolar borgan sari ko'paya boshlaydi. Keling tushuntirib berishga harakat qilaman. Organizmda yog' hujayralari, ayniqsa qorin va bel qismiga to'plangan sari ular o'zidan yallig'lanish faktorlari ishlab chiqara boshlaydi. Va birinchi o'rinda sizni yallig'lanish faktorlari immunitetingizni slablashtiradi. Va immunitet slablashgandan keyin любой kasallikni og'ir o'tkazasiz. Va nimaga murojaat qilasiz? Ayniqsa antibiotiklarga murojaat qilasiz. Antibiotiklarni haddan ko'p olishingiz oshqozon ichak mikroflorasini buzadi. Oshqozon ichak mikroflorasi 80% immunitet ishlab chiqaradigan joy hisoblanadi. Ikkinchisi, yog' hujayralari to'plangan sari odamda gormonlarni buza boshlaydi. Erkaklarda testosteron tushishiga, ayollarda bo'lsa high siklni buzilishi uchun androgen bilan estrogenni o'ynab ketadi organizmda. Xo'p, nima qilish kerak birinchi o'rinda? Bu semirish jonga tegadi desiz, birinchi o'rinda yeydigan ovqatimiz sifatiga e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun meni o'zim 10 kilo oriqlaganman. Qanaqa qilib? Men to'g'risi dieta qilmaganman. To'g'ri ovqatlanganman. Nima uchun? Har kuni misol uchun bir tovoq ovqat yeysiz, o'sha ovqat tarkibiga muhimiga e'tibor berish kerak. O'sha bir tovoq go'sht yeysiz, organizmga qancha ko'p oqsil tushsa, insulin rezistentligiga yordam beradi. Insulin rezistent tushishiga olib keladi. Nima uchun semiz bo'lgan insonlarda juda ham ochlik ko'paya boshlaydi borgan sari. To'ydimini bilmaysiz. Buning asosiy sababchisi insulin gormoni hisoblanadi. Bilamizki, ovqat yegandan keyin qonimizga glyukoza tushadi. Bu glyukoza energiya. Ikkinchisi esa bu glyukoza bilan bosh miyamiz oziqlanadi. Endi tasavvur qiling, insulin o'sha organizmga tushgan glyukozani yeb qo'yapti. Bosh miyamizga bormay qolyapti. Insulin ko'pligi hisobida. Siz yana yeysiz. Yana yeysiz. Miya glyukoza borguncha insulin ko'tarilib ketadi. Qancha insulinning ko'tarilishi yog' yig'ilishiga olib kelaveradi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda davo. Og'zimizga kiradigan luqmani sifatini va miqdorini kontrol qilmasak, hech qachon tuzala olmaymiz. Salomat bo'ling.